3 yoshida otasidan yetim qolgan, morgda ishlagan, onasi vafot etgan kuni sahnaga chiqishga majbur bo'lgan Shukrullo Isroilov haqida yomon xabarlar tarqaldi. Bugun siz bilan shuning haqiqatga qanchalik yaqin ekanligini o'rganib chiqamiz. Tomoshabinlar qiziqchi Shukrullo Isroilovning xush kayfiyat ulashishiga o'rganib qolgan, ammo ijodkor hayotda ko'plab qiyin kunlarni boshidan kechirgan va bugungi natijalarga faqat o'z mehnati bilangina erishgan. Onam bechora tug'ilganimdan quvonib ketgan. Shukrullo Isroilov 1970-yilning 14-yanvarida Toshkent shahrida tavallud topgan. U ismi bilan tug'ilgani va onasi uzoq vaqt dard chekkani haqida so'zlab bergan. Ustozim Mirzabek Xolmedov tug'ilishim bilan bog'liq qiziqarli voqealarni hajviy ko'rinishida aytib bergan, balki muxlislar bunga e'tibor bermagandir, ammo haqiqatdan ham dunyoga kelishim qiziq kechgan. O'sha paytdayoq doyalar yirik odam bo'lishimni taxmin qilgan bo'lsa kerak. Onamni ko'p qiynaganman. Onam bir necha kun to'lg'oq dardini boshidan kechirgan ekan. Holdan to'yib ko'zlari qizarib ketgan ekan. Tug'ilishim bilan shukur qutuldim degan ekan. Shunda doyalardan biri bolangiz ismi bilan tug'ildi, Shukrullo deb qo'ying degan ekan, deydi qiziqchi Shukrullo Isroilov. O'likxonada ishlashga majbur bo'lganman. 3 yoshida otadan yetim qolgan Shukrullo Isroilovning bolaligi og'ir o'tgan. U maktab formasi yaroqsiz holga kelguncha kiyishga majbur bo'lgani va daftar kitob sotib olish uchun ta'tilda ishlagani haqida aytib berdi. Onam oilamizning yolg'iz boquvchisi bo'lgani uchun o'quvchilik paytimdan ishlashni boshlaganman. Ta'tilda ishlab formalarim uchun pul to'plardim. 7-sinfdan boshlab 3 oylik ta'tilni limonad zavodida o'tkazganman. Yashik tashiganim uchun 80-90 so'm pul berishardi. Undan keyin bog'bonchilik qilganman. Hatto maktabni bitirish arafasida darslardan keyin pochtachilik qilishga to'g'ri kelgan. Onam rahmatli shifokor bo'lishimni orzu qilib, 11-sinfni bitirganimdan keyin Toshkentga hujjat topshirtirgandi. Afsuski, 5 ball yetmay talabalikka qabul qilinmaganman. Onam bekor yurmagin deb 15-kasalxonaga sanitar xodim sifatida ishga joylashtirib qo'ygan. Bir necha oy ishlaganimdan keyin bir tanishim o'likxonada ko'p maosh to'lashlari haqida aytib qolgan. Ko'p pul bersa bo'ldi deb o'lik tashishga majbur bo'lganman, deydi Shukrullo Isroilov. Bir inson hayotini saqlab qolgan. Valijon Shamsiyev intervyularining birida Shukrullo Isroilovning bir inson hayotini saqlab qolgani haqida so'zlab bergan. Shukrullo akaning oilasi moddiy jihatdan qiynalgan paytlarda kasalxonada ishlashga majbur bo'lganligi haqida eshitgandim. Yaqinda bir inson kelib minnatdorchilik bildirganiga guvoh bo'ldim. Kattaroq lavozimdagi inson ancha yillar avval kurchaga yorilib shoshilinch kasalxonaga olib kelingan ekan. Aksiga olib o'sha vaqt lift ishlamay qolgan. Shukrullo aka bemorni 4-qavatga ko'tarib olib chiqib, hayotini saqlab qolgan ekan. Onangiz o'ldi degan xabar keldi. Bolalikdan yetimlikda ulg'aygan Shukrullo Isroilov 2015-yilda onasidan ham ayrildi. O'sha kuni u Buxoroda to'yda edi. Onangiz o'ldi degan xabar keldi. 2015-yil 20-mart kuni onam rahmatli 80 yoshni qarshilagandi. Onamni sanatoriyaga davolatgani yotqizgandim. Ertalab u yerga borib tabrikladim. Tandir go'sht va shirinliklar buyurtma qilib dasturxon yozdik. Ammo uzoq qola olmadim, chunki shu kuni kechqurun Buxoroda to'yim bor edi. To'y qizgan paytda onangiz vafot etdi degan sovuq xabar keldi. Amallab to'yni tugatib Toshkentga qaytdim. 28-mart kuni peshinda janoza namozi o'qildi. O'sha kuni Mirzo teatrining navbatdagi konsertiga start berilardi. Mirzabek akaning oldiga kelib, konsertda chiqolmasligimni aytdim. Hammaning boshi qotgan. Bir necha soatdan keyin konsert sahnalarining barchasi bir-biriga uzviy bog'liq. Tomoshani qoldiraylik desak, chiptalar to'liq sotilgan. Shunda ustozlar menga qanchalik og'ir bo'lsa ham konsertda chiqishim kerakligini aytdi. Konsert boshlandi. Odamlar kulaman deb kelgan, men esa ich-ichimdan yig'layman. Ammo muxlislarga musibatda ekanimni bildirganim yo'q. Ammo Mirzabek aka konsert so'ngida Shukrullo bugun onasidan ayrildi. Ammo sizlarni hurmat qilib konsertga keldi deganda butun zal qarsak chalgandi, deydi Shukrullo Isroilov. Ko'zingga qaramaysanmi, semiz? Qiziqchi intervyularining birida turmush o'rtog'i bilan jamoat transportida tanishib qolgan haqida so'zlab bergan. Yangi oyoq kiyim sotib olgan paytim trolleybus endi jo'nab ketayotgan bo'lgan. Yugurib chiqib bitta qizni oyog'ini bosib olganman. U paytda 130 kilo edim. Keyin u qiz menga qarab, ko'zingga qaramaysanmi, semiz degan. Uzr deganman. Qarasam yo'qimtoy qiz. Shu bilan gaplashib, qayerda o'qishini bilib olib, o'qish joyiga borganman. Shundan keyin sevgi boshlanib,
roppa-rosa 1 yil o'tib uylanganman. U bilan 16-noyabrda tanishgan bo'lsam, keyingi yilning 16-noyabrida to'yim bo'lgan. Bilmadim, semiz degani yoqqanmi, juda o'qimishli. Maktabni ham oltin medalga bitirgan. Hozirda Toshkent davlat stomatologiya instituti chet tillar kafedrasining mudiri, lotin tilidan dars beradi. Tibbiyot xodimlari lotin tilini bilishi juda muhim. Hamma dorilarning tarkibi, ular haqidagi ma'lumotlar lotin tilida. 3 farzandimiz bor, 2 o'g'il va 1 qiz. Hamma farzandlarim oliy ma'lumotli. Katta o'g'lim 2 ta oliygohni tamomlagan. Hozirda avtomobilsozlik sohasida faoliyat yuritadi. Ikkinchi o'g'lim Rossiyada institutni tamomlab, yaxshi tashkilotda ishlayapti. Qizim chet tillar institutini tugatgan. Hozirda farzandlariga qarab uyda o'tiribdi, deydi qiziqchi. Qiziqchi ayoli Maqsudaxondan 10 yosh kichik. Shukrullo Isroilov 1970-yilda, ayoli esa 1960-yilda tavallud topgan. Juftlikning turmush qurganiga 33 yildan ham oshdi. 1999-yili mashinada kelayotganimda mast holatdagi militsiya xodimi yo'limga chiqib ketib, aylanib boshi bilan tushgan asfaltga. Darhol mashinaga solib kasalxonaga olib borganman. O'sha yerda vafot etgan. Endi bu falokat, hech kim ko'chaga o'laman deb chiqmaydi. Uning aybi ichganda bo'lgan. Kelayotganimda chayqalib yo'limga chiqib ketib qolgan. Endi taqdiri shunaqa ekan. Uning ayoliga qaraganman. Ular asli viloyatdan bo'lgan. Toshkentga propiska qilib berganman. Uy olib berganman. Tashlab qo'ymaganman. Bolalari katta bo'lib qoldi hozir. Shu paytgacha boqib rozi-rizolik qilganmiz, deydi so'z ustasi Shukrullo Isroilov. Qiziqchi mukofot olmaydi-ku. Shukrullo Isroilov 40 yildan buyon katta sahnada ijod qiladi, ammo shu kungacha birorta unvonga loyiq ko'rilmagandan ranjish haqida intervyularining birida aytib o'tgan. Qiziqchi mukofot olmaydi-ku. Qiziqchiga mukofot xalqning olqishi eng keragi, xalqning nazaridan qo'ymasin. Har bitta qiziqchining o'z muxlisi, o'z yo'nalishi bor. Mana biz ham har yili konsert beramiz. 2 yilda bir marta bo'lsa ham konsert qilamiz. Men 3-4 yildan beri Shukur shou qilaman. Konsertlarimning ko'ruvchilar soni ko'p bo'ladi. Hech bo'lmasa, qo'shiqchilarga berilgandek bitta diplom berib qo'yishsa yaxshi bo'lardi. Bu ham bir kichik e'tibor hisoblanadi. Xonandalar chiqib qo'shig'ini fonogrammada aytadi. Lekin biz jonli gapiramiz. Buning ham farqi bor. O'zi hozirda qiziqchilar juda kam, deydi Shukrullo Isroilov. Shukrullo Isroilov musiqa maktabida rubob yo'nalishida tahsil olgandan so'ng O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti teatr fakulteti va Sharqshunoslik instituti xalqaro aloqalar fakultetini tamomlagan. San'atdagi faoliyatini 1982-yildan boshlagan. Shu vaqtga qadar AQSh, Rossiya, Birlashgan Arab Amirliklari va boshqa ko'plab davlatlarga gastrol safarlari uyushtirgan. Bizda hozircha shu. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.